Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrdonim, omonmisiz? Xo'p, Allohga shukr. Alhamdulillah, yana bir go'zal ijod o'z nihoyasiga yetdi. Toshkent Hasanboyda. Xullas, ixchamgina va eng kerakli narsalar qilindi. Xullas, tandirimiz, shu 15 talik qozonimiz, ikki xil variantda gazimiz, tegiga elektrический pech tushadigan qilib berdik. Burchakda moykamiz, ubilda bu yog'i stoleshnicamiz. Shu holatda qadrdon inshaalloh bitta. Xo'p, joyimiz kichkinaroq. Xullas, mana bitta tushish bor. Podval qilingan tegi, pastga tushish bor. Hoji buvamda ideyalari bo'ldi. Xullas, mana bunaqa qilib berdik. Xullas, eshik yo'l yopiqligida xullas stoleshnica bo'ladi. Podvalga tushayotgan paytda xullas eshik vazifasini bajaradi. Pastga tushib ketilaveradi. Xo'p, shu holatda joyimiz hozir aytaman 2,5 metrga, bu yog'i 4 metr bo'ldi. Podvallar nima deydi? Podvalga kirish zinani ustidan ham foydalandik. Xullas, ozgina qilib burchaga tandirimizni tushirdik. Xudo xolasa o'ta ideal bo'lib, inshaalloh zo'r bo'lib chiqdi. Xo'p. Tez jarayonni ko'ramiz. Keyin qolgan gaplarni xudo xolasa yoqincha. Mayli. Yo'g'iga bitta muzikacha qo'yib yuboramiz. Jimjitlikka. Bo'ldim? Ayvo. O'chiringda, tuting-a, metni. Ha. Sekin. Xo'p. Iloji. Qani, bismillah. Xo'p. Super. Plisos, uchoqlar qadrdon. Tortishlar inshaalloh eng yaxshisida, eng zo'rida. 150 talik mo'ri. Keyin yana bir suvimiz ham qaynashga keldi. Два в одном variantda xullas mana bu list olinadi. Kattaroq qozon tushadi. 60 talik. Bu menimcha 30 talik bo'lsa kerak. Shunaqa. Inshaalloh almashtirib, qaysisi kerak bo'lsa ishlanaveradi. Xudo xolasa, bu ham Hoji buvamning ideyalari bo'ldi. Qo'ldan kelgancha o'xshatdik. Xo'p, qadrdon, o'zingiz chet eldasiz yoki Rossiyada qayerdadirsiz, xullas, mana shu hammasini inshaalloh ko'ngildan chiqarib, yo'q bo'lsangiz ham go'zal holatda bitkazib beramiz. Bemalol nomerlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, joyingizni band qilib, narxlar haqida ham so'rab, bemalol o'qisangiz bo'ladi. So'rab surishtirsangiz, xudo xolasa xizmatdamiz. Xo'p, sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadrdon, Alloh panohida bo'ling. Vaqtingizga rozi bo'ling. Inshaalloh siznikida ko'rishaylik.